Assalomu alaykum. Bugun geografik axborot tizimlarining ma'lumotlar tuzilishi va modellari, geografik axborot tizimlarini rivojlantirish jarayonida ma'lumotlarning ahamiyati, qo'llaniladigan ma'lumotlar bazalari haqida gaplashamiz. Geografik axborot tizimlarida asosan geoma'lumotlar, ya'ni ma'lumotlar bazasi asosiy o'rinni egallaydi. Har qanday muammoga yechim topish yoki biror bir masalani yechmoqchi bo'lsak, albatta ma'lumotlar bazasidan, ma'lumotlar to'plamidan foydalanishni amalga oshiramiz. Geoaxborot tizimlarini asosiy 4 ta ma'lumotlar bilan bog'liq 4 bosqichga ajratadigan bo'lsak, birinchi bosqich bu ma'lumotlarni to'plash. Har qanaqa texnik vositalar, sun'iy yo'ldosh yoki dronlar yoki boshqa bir ko'rinishdagi ma'lumotlar yetkazib beruvchi manbalardan ma'lumotlarni to'plashda amalga oshiramiz. Keyingi bosqichda esa ma'lumotlarni saqlaymiz. Serverlar, kompyuter xotiralari bo'lishi mumkin, fleshka, disklar bo'lishi mumkin ma'lumotlarni saqlashni amalga oshiramiz. Odatda geoma'lumotlar serverlarda saqlanadi. Keyingisi ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish. Ya'ni berilgan ma'lumotlar asosida biz ularni tahlil qilamiz, keyingi bosqichlarga bashoratni amalga oshirishimiz yoki ularni vizual ko'rinishda, ya'ni 4-bosqichda ma'lumotlarni ekranga chiqarishimiz, qog'ozga chop etishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yil o'tgan yilga nisbatan ob-havo issiqroq bo'ldi degan ma'lumotni berish yoki grafik holatda chiqarish uchun birinchi o'rinda o'tgan yilgi va bu yilgi havo haroratlari ma'lumotlari to'plashda amalga oshiramiz. Ma'lumotlar bazasi yig'iladi. Keyingi bosqichda ma'lumotlar saqlanadi. Ya'ni o'tgan yilgi ma'lumotlar bazasi, bu yilgi ma'lumotlar bazasi, bu yilgi havo haroratlari saqlanadi. Keyingi holatda tahlil qilamiz. O'tgan yilga nisbatan bu yil issiqroq yoki sovuqroq kelishini tahlil qilish uchun ular o'zaro solishtirib ko'riladi va vizual holatda bu yil, demak o'tgan yilgi yozga nisbatan issiqroq keldi yoki bu yil qish o'tgan yilga nisbatan sovuqroq keldi degan aniq bir bashoratlashni, aniq bir tahliliy natijani berishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerda asosiy ikkita tushunchani farqlab olishimiz kerak. Bu kompyuter tizimi va dasturiy ta'minot. Kompyuter tizimi deganda bu geoaxborot tizimini yuritish uchun zarur bo'lgan kompyuter va operativ tizimni nazarda tutadi. Odatda bunday operativ dasturlar turkumiga biz o'sha foydalangan Windows, Unix yoki Linuxlar kiradi. Qo'shimcha ravishda bu tizimga geoaxborot tizimi uchun zarur hisoblangan maxsus monitorlar, dvigatellar, skanerlar, fazoviy ma'lumotlarni raqamli ko'rinishga keltirish uchun, GPS qurilmalari, dala ma'lumotlarini tizimga kiritish uchun yoki printer va plotterlarni ma'lumotlarni bosmaga chiqarish uchun kerak bo'ladi. Dasturiy ta'minotga esa geoaxborot tizimi va unda qo'llaniladigan jihozlarni ishlatish uchun zarur bo'lgan dasturiy vositalar kiradi. Barcha dasturlar uchun muhim bo'lgan jihat bu umumiy interfeys, ya'ni menyu, grafik belgilar, buyruqlar tablosi va skriptlardir. Insoniy resurslarga ham keladigan bo'lsak, geoaxborot tizimining maqsad va vazifalarini aniqlab beruvchi malakali geoaxborot tizimi mutaxassislari guruhi va tizimdan foydalanuvchilarni nazarda tutadi. Geoaxborot texnologiyada qo'llaniladigan modellar asosan quyidagi diagrammada berilgan. Ya'ni vektor modellardan 30%, obyektga yo'naltirilgan modellardan 15%, tarmoq modellaridan 10%, tin modellardan 15% va rasterli modellardan 30% gacha foydalaniladi. Geografik axborot tizimlarida ma'lumotlar o'zi ikki xil trubka yoki ikki xil toifaga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi fazoviy ma'lumotlar. Obyektlarning joylashuvi, shakli va hududiy chegaralarini belgilash uchun ishlatiladi. Masalan, daryolar, yo'llar, shahar chegaralari. Atribut ma'lumotlariga obyektlarning xususiyatlarini kiritamiz. Masalan, daryoni oladigan bo'lsak, daryo o'zi fazoviy ma'lumot bo'lsa, atribut ma'lumotlariga ana shu daryoning uzunligi, yo'l turi, shahar aholisi soni kabi ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Bu ikki turdagi ma'lumotlar birgalikda geoaxborot texnologiyalarining asosiy bazasini tashkil etadi. Bu yerda geoaxborot tizimining umumiy ko'rinishi sodda, aniq holatda ko'rsatib berilgan. Ya'ni kiritish ma'lumotlari. Bu yerda biz texnik qurilmalar, texnik vositalardan yordamida olgan ma'lumotlarimiz, kartalar, suratlar, raqamli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarni bazaga kiritamiz, ma'lumotlarni saqlaymiz, raqamli ko'rinishga o'zgartiramiz va ma'lumotlarni tahlil qilishimiz, kartalashimiz mumkin bo'ladi. Va so'nggida tayyor mahsulotni chiqarish raqamli, qog'ozli karta yoki atribut ma'lumotlari ko'rinishida ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Geoaxborot texnologiya yordamida qo'llaniladigan ma'lumotlar bazasi taqsimoti quyidagi diagrammada berilgan
Bu yerda foizda relatsion ma'lumotlar bazasi 40%, fayl asosidagi ma'lumotlar bazasi 20%, yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasi 15%, bulutli ma'lumotlar bazasi 15% va formatlangan ma'lumotlar bazasi 10% ni tashkil etadi. Va bu yerda asosiy ko'rib o'tadigan tushunchalarimiz bor. Layer, topologiya va metadata degan tushunchalar bor. Catman yoki layer bir xil tipdagi ma'lumotlarni jamlaydi. Masalan, yo'llar qatlami yoki daryolar qatlami. Topologiya bo'lsa obyektlarni bir-biriga nisbatan aloqasi, masalan, ko'prikning daryo ustida joylashuvi. Metadata esa ma'lumotlar haqidagi ma'lumot, ya'ni yaratilgan vaqti, aniqligi, manbasi haqidagi ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Axborot texnologiyalarida qo'llanadigan asosiy modellar quyidagilar. Birinchisi bu vektor modeli. Ya'ni nuqta, masalan, quduqni joyini oddiy bir nuqta yordamida foydalanishimiz mumkin. Chiziq, masalan, daryo yoki yo'lni oddiy bir chiziq yordamida tasvirlashimiz mumkin. Poligon, masalan, shahar hududi, o'rmon hududi, bino hududlarini poligon yordamida ifodalashimiz, tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Afzalligi aniqlik yuqori, xaritalar uchun qulay. Raster modeli hudud piksellarga bo'linadi. Har bir pikselda atribut qiymati saqlanadi. Masalan, balandlik xaritasi bo'ladigan bo'lsa yoki iqlim xaritasi, sun'iy yo'ldosh tasvirlarini berishimiz mumkin bo'ladi. Bu demak, modelning afzalligi shundan iboratki, katta hududlarni tez tahlil qilish mumkin. Tarmoq modeli yo'llar, quvurlar, elektr tarmoqlari kabi obyektlarni yoki tarmoqlarni, o'zimiz foydalanadigan internet tarmoqlarini mana shu tarmoq modeli yordamida tasvirlashimiz mumkin. Bunga misol tariqasida transport qatnovi va suv taqsimotini misol qilib keltiramiz. Tin modeli Triangle Irregular Network deydi. Relyef va balandliklarni uchburchak tarmoqlar orqali ifodalaydi. Masalan, tog'li hududlarni relyefini modellashtirish uchun ishlatiladi. Axborot tizimlari, demak, o'zaro bir nechta tizimlarda o'zaro bog'liqligi holatda ishlatiladi. Yuqorida ko'rganimizdek dasturiy ta'minot, inson resurslari, ma'lumot va infratuzilma va jarayonlar bizdagi axborot tizimlarining asosiy qismlari hisoblanadi. Ma'lumotlarni axborot texnologiyalari rivojlanishidagi ahamiyati quyidagilardan iborat. Birinchisi aniqlik, ya'ni axborot texnologiyalari to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarni talab qiladi. Qaror qabul qilish, ma'lumotlarni qabul qilgandan keyin undan so'ng shaharsozlik, ekologiya va transport boshqaruvida ilmiy asoslangan qarorlarni qabul qilishimiz kerak. Albatta, qaror qabul qilish uchun axborot texnologiyalaridagi ma'lumotlar aniqlik xossasini berish kerak bo'ladi. Bundan tashqari monitoring, tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatish, resurslardan foydalanishni nazorat qilish mumkin. Prognoz, kelajakdagi tabiiy va ijtimoiy jarayonlarni oldindan ko'ra olish zarur. Integratsiya, boshqa tizimlar bilan ma'lumot almashish imkoniyatini berishi zarur bo'ladi. Axborot texnologiyalarida ma'lumotlar bazasini, demak, ikki xil usulda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi relatsion ma'lumotlar bazasi, Oracle, Special, PostgreSQL yoki MySQL misol bo'ladi. Afzalligi katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va tezkor so'rovlar. Fayl asosidagi formatlar Shapefile, GeoJSON, XML, File, GeoDatabase. Afzalligi almashish va foydalanish qulay, lekin hajmida cheklangan bo'ladi. Obyektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasi bo'lishi mumkin, ArcGIS, MongoDB kabi. Buning asosiy afzalliklari fazoviy ma'lumotlarni kompleks boshqarish mumkin. Bulutli ma'lumotlar bazasi ham bor. Google BigQuery, GIS, Amazon yoki Microsoft SQL kabi bulutli ma'lumotlar bazalari ham bor. Afzalligi, demak, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ko'p foydalanuvchilar uchun ochiqlik. Kengaytirilgan formatlar NetCDF, iqlim va kinologiya ma'lumotlari uchun, ilmiy tahlillar va geotif masofadan zondlash uchun zaruriy bo'lgan modellardan biri hisoblanadi. Bu yerda bu jadvalda, demak, ularni namunalari va afzallik va kamchilik, asosan afzalliklari keltirib o'tilgan. Bu demak bizda ma'lumotlar bilan ishlatadigan ma'lumotlar bazasi, ya'ni geodatabase turlari odatda ko'proq, demak, fayl asosidagi ma'lumotlar bazasidan Shapefile, GeoJSON yoki FileGDB ko'rinishidagi ma'lumotlar bazasidan foydalanamiz. Nima uchun? Demak, bu asosidagi ma'lumotlar bazasi oddiy va almashish uchun qulay, ammo hajm jihatdan cheklangan
lekin talabalar uchun tushunarli, foydalanishga qulay va unaqa katta nimani hajmda egallash